Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uydagilaring ketishdimi? Ha, jo'natib yubordim. Uyga kiramiz. Sanjar. Xullas gap cho'zmayman. Hovlini sotmasak bo'lmaydi. Xaridor topildi. Yaxshi pul beradi. O'sha pulga men ish boshlayman. Oziq-ovqat do'kon ochaman. Sheriklarim ham bor. Sen o'zingning ulushingni olasan. Bundan xavotir olma. Aka, men bu uyda oilam bilan yashayman. Ha, bilaman. Shuning uchun ham oldindan sen bilan gaplashgani keldim. Bitta kvartira olamiz yoki ijarada turib tursa, yer olib, uchastka quramiz. Pul aylansa, kattaroq joy quramiz. Prosta hammaga yaxshi bo'lsin deyapman-da. Tushunding? Endi do'kon. Aka, arendaga mashina chiqardingiz. Undan keyin qurilishda prorab bo'ldingiz. Qanaqa qiynalganingizni o'zingiz bilasiz. U boshqa edi. Sheriklar yomon chiqdi. Bugalish tepasida o'zim turaman. Hamma gap shunda-da. Aka, nimalar qilyapsiz? Chet elda 10 yil ter to'kdim, Sanjar. Qarzimni yopdim deyarli. Endi Toshkentda oyoqqa turib olishim uchun dastmoya kerak. Pul kerak, tushunyapsanmi? Otam kasal bo'lganlarda ham xuddi shu gaplarni gapirgandingiz. 1 yil ishlab kelaman, hammasi yaxshi bo'ladi deb. Otam sizni kuta-kuta olamdan o'tdilar. Janozaga ham yetib kela olmagandingiz. Ha. Kela olmadim. Imkonim bo'lmadi. Yuzimga solmagin, o'zimdan o'tganini o'zim bildim. Yuzingizga solmayapman. Eslatyapman faqat. Dadam har yili bo'yimizni shu yerda o'lchab, chizib qo'yardilar. Bu sizniki, bu esa meniki. Sanjar, ular o'tdi ketdi. Menga pul zarur. Uka, hozir sen meni tushunishing kerak. Ha, yurgin. Yur, gap bor. Yurgin. Ma, Imzo qo'ymayman. nega? Odamlar qarzini so'rab kelyapti. Bu meni ham merosim. Pul kerak menga. Hozirroq pul kerak menga. Tushunsang-chi. Men-ku tushunyapman. Lekin siz-chi aka? Nechta ish boshladingiz? Mashina bozor, qurilish, endi esa do'kon. Birontasi yurishmadi. Nega haqiqatga tik qaramaysiz? Sizda, menda tadbirkorlik, boshqaruvchilik qobiliyati yo'q aka. Va bu ayb ham emas. Xudo har kimga har xil qobiliyat bergan. Ichingda gap to'lib ketibdi-ku. Gapir, ichingda qolib ketmasin. Gapiraman ham. Chunki siz meni akamsiz. Esizdami? Yoshligingizda bizga qarindoshlarga bir nimani pishirib berardingiz. Hamma talashib yerdi. Qo'lingiz juda ham shirin. Binoydek oshpazsiz. Lekin o'zingizni qiynab, baxtingizni uzoqdan qidiryapsiz. Ha, pul shundoq qo'lingizda turibdi-ku. Oshpazning oyligi nima bo'lardi? Xo'p, boshida kam, keyin ko'payadi. Va eng muhimi tinch uxlaysiz. Qarzga botmaysiz. Sheriklardan qo'rqmaysiz. Qachon boriga shukr qilib yashasangiz, o'shanda baxtli bo'larkansiz aka. Ha, to'g'ri. Meni ortiqcha hech narsam yo'q. Lekin muammoyim ham yo'q. Endi uyga kelsak, bu uy oddiy uy emas. Har yerda dadamning qo'llari bor. Shu ayvonda onam bizni kutib o'tirardilar. Siz har kvadratda pulni ko'ryapsiz. Men esa har bir burchagida bolaligimizni ko'ryapman. Ota-onamizni mehrini ko'ryapman. Bebaho xotiralarimizni ko'ryapman. Bularni hammasini qanchaga sotmoqchisiz? Narxi bormi o'zi? Ayting. Sizni haqqingizni beraman. Ishlayman, qarz olaman, hammasini yig'ib beraman. Lekin hovli sotilmaydi. Iltimos, buni boshqa mendan so'ramang. Hozir. Aka, hammasini bilaman.
Dadamning ishlari yurishmay qolganda, bozorga chiqib sovuqda yelkangizda yuk tashib bizni boqqaningizni bilaman. O'sha davrda hamma qiynalgan. Siz esa bizni deb o'qishingizni tashlab ketgansiz. Buni ham bilaman. Hech qachon unutmaganman. Hayotda hech kimim yo'q deb o'ylamang. Polis bormi? Yo'qmi? Ishingiz yurishadimi, yo'qmi? Sizdan shunchaki borligingiz uchun yaxshi ko'raman. Faqat o'zingizni qiynamang, iltimos. Chunki meni akam bitta. Kelishdik-a?